Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun Muhammad Said Tantaviyning Payg'ambarlar tarixi kitobidan Muso va Horun alayhimussallam qissasini o'qishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Muso va Horun alayhimussallamlar va qavm o'rtasidagi voqealar, Bani Isroil bilan bo'lgan hodisalar Qur'oni Karimdagi 20 dan ortiq surada bayon qilib o'tilgan. Ba'zi suralarda qisqa, muxtasar tarzda, ba'zilarida esa batafsil so'z yuritilgan. Baqara, Arof, Toha, Shuaro va Qasas suralarida mazkur qissa butun tafsiloti bilan hikoya qilinadi. Muso alayhissalomning nasabi Ibrohim alayhissalomga borib taqaladi. Nasabining shajarasi quyidagicha: Muso ibn Imron ibn Yasxar ibn Mohays Bani Lova Bani ibn Yoqub ibn Ishoq ibn Ibrohim. Muso alayhissalom taxminan miloddan avvalgi 13 yoki 14-asrlarda tug'ilgan. U davrda Misr mamlakati bo'ylab firavnlar hukmronlik qilar. Har bir o'g'il chaqaloq tug'ilganda uni qatl qilishga buyurar, qiz bolalarni esa tirik qoldirar edi. Chunki rivoyat qilinishicha, bir kishi firavnga Bani Isroil qavmidan bir kishi chiqib, uni o'z qo'li bilan o'ldirar emish degan gap tarqatadi. Tarixchilar xabar berishicha, Muso alayhissalom Misr firavnlaridan bo'lmish Menftoh ibn Ramzes II davrida yashab o'tgan. U podshoh Bani Isroilga ko'plab zulm istamlar o'tkazgan. Ramzes II Misrga kichik Osiyodan bostirib kirgan giksoklarning qo'llab-quvvatlab, ularga yordam beradi. Giksoklar Sinay, Arabiston yarim oroli va Falastin janubida yashagan jangovar giksok qabilalari miloddan avvalgi 18-asrning ikkinchi yarmida Shimoliy Misrga bostirib kirib, uni egallaganlar. Ular deltadan Avaris degan yangi shahar barpo etib, uni o'zlarining poytaxtiga aylantirganlar. Ushbu sulola 500 yilga yaqin hukmronlik qiladi. Ularning davrida Misr aholisi og'ir qiyinchiliklar boshidan kechirdilar. Qachonki Ahmas, boshqa manbalarda Yahmos Misr podshohi bo'lgach, u giksoklarga qarshi kurash boshlab, ularni mamlakatdan quvib chiqardi. Uning hukmronligida va undan keyingi davrda Yusuf alayhissalom zamonidan beri Misrda yashab kelayotgan Bani Isroilni xo'rlash, oyoqosti qilish boshlanadi. Zero ular Misrga bostirib kirgan kelgindi qabilalarga qilingan har bir kurashda faol ishtirok etdilar. Muso alayhissalomning nomi Qur'oni Karimda 100 martadan ko'p takrorlanib kelgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga qavm tomonidan jabr zulm kuchayganda, u zot: Alloh birodarim Musoga rahim qilsin. U mendan ko'ra shiddatliroq ozorlarga uchrasa-da, lekin bunga sabr qiladi deganlar. Muso alayhissalom vafoti Bani Isroilning Sinoda zalolatga ketgan bir paytida to'g'ri keladi. O'shanda u Alloh taologa duo qilib, o'zini muqaddas yer Baytul Maqdisga borish uchun muvaffaq etishini so'ragan edi. Alloh taolo Muso alayhissalomning duosini qabul qildi. Sahihaynda Abu Hurayra roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi. Muso vafoti yaqinlashganini sezgach, Alloh taologa duo qilib, o'zini muqaddas yerga yaqinlashtirishni so'raydi. Alloh taolo uning duosini ijobat qiladi. Agar men ham u yerda bo'lganimda, uning qabrini qizil qum tepalik ostidagi mana bu yo'l tomonga
deb ko'rsatgan bo'lar edi. Harun alayhissalom esa Muso alayhissalomning akasi bo'lib, u Muso uchun eng yaxshi yordamchi edi. Uning vafoti Muso alayhissalomnikidan bir oz oldinroq bo'lgan. Qasas surasida Muso alayhissalom dunyoga kelgan paytda Misr yurtida shart-sharoit, u tug'ilgach onasining nima ish qilgani, balog'atga yetgach Muso alayhissalom hayoti, Madiyan yurtiga hijrat qilishi, payg'ambarlikka musharraf etilishi, Firavn va qavmini yolg'iz Alloh taoloning o'zigagina ibodat qilishga chaqirishi bayon qilingan. Qissa Allohning quyidagi oyatlari bilan boshlanadi. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, iymon keltiradigan qavm uchun sizga Muso va Firavn xabaridan haq rost tilovat qilib berurmiz. Dar haqiqat Firavn Misr yerida tug'yonga tushib, uning aholisini bo'lak qildi. U ulardan bir toifani xorlab, o'g'illarini so'yar, ayollarini tirik qoldirar edilar. Albatta u buzg'unchi kimsalarda bo'ldi. Biz esa u yerga xorlangan kishilarga marhamat qilishni, ularni peshvo zotlarga aylantirishni va ularni vorislari qilishni istaymiz. Yana biz ularni o'sha yerda barqaror qilib, Firavn va Hamonga hamda ikkovining lashkariga Bani Isroil tomonidan o'zlari qo'rquvchi bo'lgan narsani ko'rsatib qo'yishni istaymiz. Qasas surasi 3-6 oyatlar. Firavn qadimda Misr podshohlariga qo'yiladigan ism hisoblanadi. Shuningdek, Rum podshohlari Qaysar, Yaman podshohlari Tubba, Fors podshohlari Kisro deb atalar edi. Firavnning ismi Qur'oni Karimda 74 marta takrorlanadi. Yuqoridagi ilk oyatlar ma'nosi quyidagicha: Ey Muhammad, ey muhtaram payg'ambar, biz sizga Muso va Firavn qissalari bilan bog'liq bo'lgan ajoyib va muhim xabarni sidq ila tilovat qilib so'ylab berurmiz. Iymon keltiradigan qavm uchun, ya'ni sizga ushbu oyatlarni unga iymon keltirib, undagi hidoyat, ibrat va pand nasihatlardan o'zlariga foyda oladigan kishilar uchun tilovat qilib beramiz. Dar haqiqat Firavn Misr yerida tug'yonga tushib, uning aholisini bo'lak qildi. Firavn hukmronligi davrida Misr va unga chegaradosh bo'lgan yurtlarda kibr va isyonga yo'l qo'ydi. O'zini barchadan ustun deb bildi. Zulm va adolatda haddidan oshdi hamda qo'l ostidagi aholini o'ziga to'liq bo'ysundirdi. Ularni bir necha toifalarga ajratdi. O'sha toifalarning hammasi davlat ishlari bilan bog'liq yumushlarni bajarar edilar. Ba'zilar qurilishlarga, ba'zilar sehr jodu bilan shug'ullanishga, yana ba'zi toifalar esa Firavnning ayollari sifatida kecha-yu kunduz unga hamroh bo'lar yoki xizmatlarni qilib yurishardi. U ulardan bir toifani xorlab, o'g'illarini so'yar, ayollarini tirik qoldirar edi. Bu yerdagi bir toifadan murod Bani Isroil edi. Ya'ni Firavn mamlakat aholisini turli tabaqalarga ajratgan. Ularning bir toifasiga xorlik, jabr zulm va qahr ko'rsata boshladi. U Bani Isroil qavmidan bir o'g'il chaqaloq dunyoga kelishi zahotiyoq ularni so'ydirar, qiz chaqaloqlarni esa tirik qoldirar edi. Imom Rozi aytadi: o'g'il bolalarni so'ydirib, qizlarni tirik qoldirishda Bani Isroilga bir necha tomondan zarar yetkazish ko'zlangan edi. O'g'il bolalarni o'ldirish naslni uzilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni Firavn
Bani Isroil naslini taktugi bilan yo'q qilish paydo bo'lgan. Erkaklarni halok bo'lishi hayotiy sharoitning buzilishi yoki og'irlashishiga olib keladi. Erkaklarni qattiq qiynoq azobi ostida o'ldirish eng og'ir zulmlardan biridir. Ayollarning o'z yaqinlarisiz, himoyachisiz qolishlari ularning dushman qo'lida o'yinchoq bo'lishlariga olib kelardi. Bundan ham ortiq xorlik bo'lishi mumkinmi? Tafsiri Faxr Roziy 1-jild 358-bet. Aytilishicha, kohinlar Bani Isroil qavmidan bir bola tug'ilib, podshoh Firavnni o'z qo'li bilan o'ldiradi deb xabar berishadi. Shu sabab ham u o'g'il bolalarni o'ldirib, qizlarni tirik qoldirishni amr qiladi. Albatta, u buzg'unchi kimsalardan bo'ldi. Bu Firavnning nima sababdan kibr va tug'yonga tushganini bayonidir. Ya'ni Firavn fasod ishlarni sodir etishda uchiga chiqqan edi. Shu sabab ko'ngli tutsagan odamiga hech tortinmay zulm qilaverardi. Firavnning takabburligi uni men sizlarning eng yuksak parvardigoringizdirman deyishiga sabab bo'ldi. Ushbu oyat Nazoyot surasi 24-oyatda kelgan. Men sizlarni eng yuksak parvardigoringizdirman. So'ngra Alloh taoloning hikmati va irodasi taqozo etgan narsa bayoniga o'tiladi. U ham bo'lsa zolim podshohning qonli qilichi ostida ezilgan mazlum xalqni ozodlikka chiqarish, ularni ko'ksiga shamol tegishi edi. Biz esa u yerda xorlangan kishilarga marhamat qilishni, ularni peshvo zotlarga aylantirishni va ularni vorislari qilishni istaymiz. Yana biz ularni o'sha yerda barqaror qilib, Firavn va Hamonga hamda ikkovining lashkarlariga Bani Isroil tomonidan o'zlari qo'rquvchi bo'lgan narsani ko'rsatib qo'yishni istaymiz. Ya'ni biz o'z xohishimiz va qudratimiz bilan Bani Isroilni zulmdan ozod etib, ularni izzat ikromga sazovor qilishni, agar ular iymon keltirib o'zlarini isloh qiladigan bo'lsalar, biz ularni muqaddas yerga voris qilishni istaymiz. Shu ma'noda boshqa oyatda shunday deyiladi: Misr va Shomdagi o'zimiz barokatli qilgan yerning mashriq va mag'riblariga bu bechora qavmni, ya'ni Bani Isroilni voris qilib qo'ydik. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sabr toqat qilganlari sabab Bani Isroilga Parvardigoringizning bu yerdagi bechora bo'lgan zotlarga in'om qilishni va ularni odamlarga yetakchi qilib qo'yishni istaymiz degan. Go'zal so'zlari to'la-to'kis bo'ldi. Firavn va qavmi yasab qurib olgan imoratlarni va baland qilib ko'targan qasrlarni esa vayron qildik. Arof surasi 137-oyat. Biz esa u yerda xorlangan kishilarga marhamat qilishni, ya'ni zolim qavmlardan so'ng biz ularning qadamlariga sobit, o'zlarini baquvvat kuchli qilishga iroda etdik. Yana biz ularni o'sha yerda barqaror qilib, Firavn va Hamonga hamda ikkovining lashkarlariga Bani Isroil tomonidan o'zlarini qo'rquvchi bo'lgan narsani ko'rsatib qo'yishni istaymiz. Hamon Firavnning vaziri bo'lgan. Ya'ni biz Firavn va Hamonga Misr yerida mazlum bo'lgan Bani Isroil qavmi tomonidan o'zlari hadiksirab turgan narsa, mansab va shuhratning qo'ldan ketishi va uni Bani Isroil tasarrufiga o'tishi ularga ko'rsatishni xohlaymiz. Ibn Kassir Tafsiri Ibn Kassir 6-jild 231-betda shunday deydi: Firavn o'z harakati bilan Musodan qutulishni xohladi va holanki Alloh taoloning hukmi uning xohishidan mutlaq ustun keldi. Firavnning o'limi
Musoning qo'lida bo'ldi. Ey Firavn, omon qolish niyatida necha minglab begunoh chaqaloqlar umriga zomin bo'lding, ammo sening o'limingga sabab bo'luvchi kishi esa aynan sening uyingda, sening xonadoningda o'sib undi va oqibatda sen va butun boshli lashkaring o'limiga sababchi bo'ldi. Bu barcha narsa agar buyuk Alloh nimani xohlasa, u albatta bo'lishini, nimani xohlamasa, o'sha narsa abad yuz bermasligini bilishing uchun edi. Shunday qilib Firavn va uning qo'shini o'zlarini qanchalik avaylab asramasalar, Alloh taolo iroda qilgan narsa ularning ko'z o'nglarida baribir bo'lishi aniq edi. Zero u zot aytadiki, Alloh o'z ishida g'olib. Ya'ni uning o'zi xohlagan ishni qilishdan hech kim man qila olmaydi. Lekin odamlarning ko'plari buni bilmaydilar. Yusuf surasi 21-oyat. Endi qissaning davomiga quloq tutaylik. U bizga o'zining ta'sirli va ajoyib uslubi ila voqealarni butun tafsiloti bilan hikoya qiladi. Biz Musoning onasiga vahiy qildikki, uni emazavergin. Bas, qachon qo'rqsang, uni daryoga tashlagin va qo'rqmagin ham, qayg'urmagin ham. Zero biz uni senga qaytarguvchidirmiz va uni payg'ambarlardan qilguvchidirmiz. Bas, uni Firavn xonadoni o'zlariga dushman va g'am tashvish bo'lishi uchun tutib oldilar. Albatta Firavn, Hamon va uning lashkarlari xato qilguvchi bo'ldilar. Firavnning xotini men uchun ham, sen uchun ham ko'z quvonchidir. Uni o'ldirmanglar. Shoyatki uni bizlarga nafi tegsa yoki uni bola qilib olsak dedi. Ular sezmagan hollarida uni bola qilib oldilar. Muso onasining qalbi bo'm-bo'sh bo'lib qoldi. Agar biz iymon keltirguvchilardan bo'lishi uchun uning ko'nglini xotirjam qilmaganimizda, albatta uni oshkor qilib qo'ygan bo'lar edi va uning opasiga uning ortidan tushgin dedi. Bas, u sezmagan hollarida Musoni uzoqdan kuzatib turdi. Biz avval emizuvchi ayollarni harom qildik. Shunda uning opasi kelib, men sizlarga unga kafil bo'ladigan va unga xolis bir oilani ko'rsataymi dedi. Shunday qilib biz ko'zlari shodlanishi va g'am chekmasligi uchun hamda Allohning va'dasi haq ekanini bilish uchun uni onasiga qaytardik. Lekin ko'p odamlar bilmaydilar. Qasas surasi 7-13-oyatlar. Imom Roziy aytadi. Tafsiri Faxr Roziy 6-jild 426-betda. Alloh taolo biz esa u yerda xorlangan kishilarga marhamat qilishni istaymiz deya Bani Isroilga berilgan ne'matlarni zikr qilishni boshlagan edi. Bu yerda esa biz Musoning onasiga uni emazavergin deb vahiy qildik demoqda. Muso alayhissalomning onasiga qilingan vahiy ilhom qilish yo'li bilan amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Bu haqida Nahl surasi 68-oyatida shunday deyiladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Parvardigoringiz asalariga vahiy qildi. Yoki bu narsa vahiy orqali yo bo'lmasa bir farishtani yuborib, u vositasida xabar berish bilan amalga oshirilgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Al-Suy o'zining Tafsirul Al-Suy kitobida 20-jild 45-betda unga farishta orqali vahiy qilingan
Bu uning payg'ambar bo'lganidan dalolat bermaydi. Ma'lumki payg'ambar bo'lmagan kishilarga ham farishtalar yuborilishi mumkin. Bu vahiy Muso alayhissalom tug'ilgandan keyin qilingan. Ba'zi rivoyatlarda tug'ilishdan ilgari deb keltirilgan. Xullas Muso alayhissalomning onasining ko'zi yorigan bir pallada zolim Firavn o'g'il bolalarni qatl qilib, qizlarni tirik qoldirar edi. Shu sabab ham u homiladorlik paytida buni hech kimga sezdirmay yashirib yurdi va Muso alayhissalom dunyoga kelgach, mehribon ona o'g'lining kelajak taqdirini o'ylab, qalbiga g'ulg'ula tushdi. Shu narsa haqida fikr yuritgan sari g'am tashvishi kun sayin ortaverdi. Shunda Alloh taolo qudrati va irodasi bilan uning qalbiga Musoni yashirincha emizaverishni vahiy qildi. Agar Firavn va uning hamtovoqlari o'g'linga xuddi Bani Isroil qavmini bolalari boshiga solayotgan og'ir musibat solishlaridan qo'rqsang, uni daryoga tashlagin deb amr qildi. Bu yerda daryodan murod Nil daryosidir. U eniga keng bo'lgani uchun ham asliyatda dengiz deb atalmoqda. Asliyatda daryo ma'nosi Yammun so'zi bilan ifodalangan. Qo'rqmagin ham, qayg'urmagin ham. Ya'ni ey Musoning onasi, o'g'linga biron korxol bo'lishidan qo'rqma, undan ayrilayotganing uchun xafa ham bo'lma. Chunki bizning himoyamiz ostidadir. Kimni Alloh taolo o'z himoyasiga olar ekan, uning uchun hech qanday xavf-xatar daxl qila olmas. Zero biz uni senga qaytarguvchidirmiz va uni payg'ambarlardan qilguvchidirmiz. Bu yerda Muso alayhissalomning onasi xafa bo'lmagin deb amr qilinishi sabab bayon qilinib, o'g'li uning bariga bir kuni sog' omon qaytishi va kelajakda Allohning rasuli bo'lishi haqida xushxabar berilmoqda. Bas, uni Firavn xonadoni o'zlariga dushman va g'am tashvish bo'lish uchun tutib oldilar. Firavnning xizmatkorlari daryoda oqib kelayotgan bir sandiqqa ko'zlari tushdi. Uni olib darrov Firavnning huzuriga keltirdilar. Aslida Firavn xonadoni bu bilan o'zlariga g'am tashvish orttirayotgan edilar, ammo ular buni sezmadilar. Albatta, Firavn, Hamon va uning lashkarlari xato qilguvchi bo'ldilar. Ushbu oyat o'zidan oldingi oyati karimaning natijasini bayon qilmoqda. Ya'ni biz Musoni Firavn va uning oilasiga dushman va tashvish qilib qo'ydik. Chunki Firavn va uning makkor vaziri Hamon har bir xatti-harakatlaridan og'ir jinoyatlarni sodir etar edilar. Bularning eng kattasi o'g'il bolalarni o'ldirib, qizlarni tirik qoldirish bo'lgan. Firavnning xotini: men uchun ham, sen uchun ham ko'z quvonchidir. Uni o'ldirmanglar. Shoyatki uning bizlarga nafi tegsa yoki uni bola qilib olsak, dedi. Allohning qudrati va hikmati bilan Firavnning ayoli Muso alayhissalomni himoya qila boshladi. Hoshiyatul Jumalda shunday deyiladi: Firavnning ayoli Osiyo binti Mahozim bo'lib, u ayollarning eng afzali edi. Osiyo beva bechoralarga xuddi o'z onasidek mehribonlik qilar, ularning boshini silar edi. Rahim shafqat ko'rsatar va ularga ko'plab infoq, ihson qilar edi. Hoshiyatul Jamal alal Jalayn 3-jild 337-bet. Alloh taolo u ayolni shunday madh qilgan: Alloh iymon keltirgan zotlar va ular o'zlari mo'min bo'lsalar, yaqin odamlarini kofir bo'lishi ularga ziyon qilmasligi haqida Firavnning ayolini misol keltirdi. O'shanda, ya'ni Firavn ayolining Muso payg'ambarga iymon keltirganini bilib qolgach, azoblagan chog'ida u: Parvardigorim, o'zing men uchun huzuringdan jannatda bir uy bino qilgin, menga Firavn va uning qilmishidan najot bergin
va menga bu zolim qavmdan najot bergin dedi. Tahrim surasi 11-oyat. Yuqoridagi oyatning ma'nosi quyidagicha: Muso sandiqdan olingach, Firavnning xotini unga qarata: "Bu bola men uchun ham, sen uchun ham ko'zimiz quvonchiga aylanadi. U bizga shodlik baxsh etadi" dedi. So'ngra Firavn uning lashkarlari ham xitob qila turib, uni o'ldirmanglar deb qo'shimcha qildi. Uning ketidan o'ldirmaslikning sababini ham aytib o'tdi. Shoyatki bizlarga naf tegsa yoki uni bola qilib olsak, ya'ni bu bolani o'ldirmanglar, chunki u kelajakda bizlarga biron foyda keltirishi aniq. Uning orqasidan ko'pgina yaxshiliklarga erishsak ajab emas. Yoki uni o'zimizga farzand qilib olamiz. Shakl, shamoili va suratidan bu bola nasl-nasabi toza hamda kelajagi porloq ko'rinadi. Shunday qilib, Firavnning xotini Allohning irodasi bilan Muso alayhissalomning o'limdan qutulib, Firavnning uyida yashashiga sababchi bo'ldi. Ular sezmagan hollarida uni bola qilib oldilar. Ular Muso alayhissalomni bola qilib oldilar, ammo ular kelajakda Firavnning o'limi va lashkarining halokatiga aynan shu go'dak sababchi bo'lishini bilmaslar, ya'ni qayoqdan ham bilsinlar. Endi Muso alayhissalomning onasini mahzun holati tasvirlanadi. Muso onasining qalbi bo'sh bo'lib qoldi. Agar biz iymon keltirguvchilardan bo'lishi uchun uning ko'nglini xotirjam qilmaganimizda, albatta uni oshkor qilib qo'ygan bo'lar edi. Ya'ni onasi Musoni daryoga tashlagach, Firavn xonadoni uni tutib olganini bildi. O'g'lidan ayrilgandan so'ng endi u ushbu hayotda biron narsa haqida o'ylab ham ko'rmasdi. Ko'ngli fikr-xayolot olamida butkul ayro bo'ldi. Uning o'ylagani faqatgina bir narsa: o'g'li Musoning taqdiri edi. Onasi Firavn va lashkarlardan qo'rqib, ular daryodan tutib olgan bola uning o'g'li ekanini aytib qo'yishi bir bahya qoldi. Agar Alloh qudrati ila uni qalbini mustahkam va quvvatli qilmaganida edi, u odamlarga o'zi pinhon saqlab yurgan narsani aytib qo'ygan bo'lar edi. Iymon keltirguvchilardan bo'lishi uchun, ya'ni o'g'li Muso bir kuni kelib onasining bag'riga qaytishi va uni ko'rib ko'zi quvonishi, g'am va alamdan forig' bo'lishi hamda Allohning va'dasiga to'liq ishonishi uchun biz uning qalbini mustahkam qildik. O'g'li haqidagi o'y-fikr va xavotirlar onani harakat qilishga chorladi va uning opasiga uning ortidan tushgin dedi. Muso alayhissalomning onasi o'g'li Firavn xonadoni tomonidan bola qilib olinganini bilgach, qiziga qarata: "Uning ketidan tush, u haqida menga biron xabar olib kel" dedi. Bas, u sezmagan hollarida Musoni uzoqdan kuzatib turdi. Ya'ni Musoning opasi uning ketidan tushib, oxiri qidirib topdi va biron kishi sezib qolmasligi uchun ukasini uzoqdan kuzatib turdi, yoki ukasini ahtirib yurganini bilib qolmasligi uchun o'zini Firavn xonadoni a'zolaridan yashirib turdi. Quyida Muso alayhissalomning onasi bilan diydor ko'rishi uchun Alloh taolo tomonidan qilingan hikmatli tadbir haqida so'z boradi. Biz avval emizuvchi ayollarni harom qildik. Bu yerda harom qilishdan murod man etishdir. Ya'ni biz Musoning onasi va opasi uning xabarini eshitmaslaridan oldin hikmatimiz va qudratimiz bilan unga onasidan o'zga ayollarni emishni man qildik. Bas, u bironta ham ayolni ko'kragini tutgani yo'q. Buni bilgan Muso alayhissalomning opasi Firavn va ayonlariga qarata: "Men sizlarga uni kafil bo'ladigan va unga xolis bir oilani ko'rsataymi?" dedi. Ya'ni men bu bolani emizib, unga yaxshi ta'lim, tarbiya beradigan bir oilani ko'rsataymi? Ular kam ko'zsiz uni boqib tarbiyalaydilar.
unga faqat yaxshilik va ofiyat ravo ko'radilar. Shunday qilib, biz ko'zlari shodlanishi va g'am chekmasligi uchun hamda Allohning va'dasi haq ekanini bilish uchun uni onasiga qaytardik. Ya'ni ular o'sha qizning gaplarini eshitdilar va u o'z onasini Firavnning xizmatkorlariga ko'rsatdi. Biz buni Muso onasining qalbi xotirjam bo'lishi, o'g'li yana bag'riga eson-omon qaytganini ko'zi quvonchga to'lishi, ayriliqdan tashvish chekmasligi uchun hamda Allohning va'dasi haq, uni sodir bo'lishiga biron shubha yo'qligini bilishi uchun qildik. Lekin ko'p odamlar bilmaydilar. Ya'ni aksariyat odamlar Allohning bandalariga bergan haq va'dasiga ishonmaydilar yoki bilmaydilar. Shu sabab ham hayotda ko'p hollarda shoshma-shosharlik yo'l qo'ydilar. Allohning qilgan hikmatli tadbiri ortida nima turgani haqida fikr yuritmaydilar. Yuqorida biz Muso alayhissalomning go'daklik paytidagi hayoti va Alloh taoloning unga ko'rsatgan marhamatlaridan voqif bo'ldik. Qissaning davomi Muso alayhissalomning balog'atga yetgandan so'ng sodir bo'lgan voqea va hodisalarga bog'lanib ketadi. Alloh taolo aytadi: Qachonki u voyaga yetib, aqli to'lgach, biz unga hikmat va bilim ato etdik. Biz chiroyli amal qilguvchi kishilarni mana shunday mukofotlaymiz. Kunlarning birida Muso shaharga uning aholisi g'aflatda bo'lgan paytda kirgan edi. Unda ikki kishi urushayotganini ko'rdi. Ulardan biri o'zining jamoatidan va biri dushmanidan edi. Jamoatida bo'lgan kishi dushman tomonidan bo'lgan kimsaga qarshi undan yordam so'radi. Shunda Muso bir musht urib, uni o'ldirib qo'ydi. So'ng dedi: Bu shaytonning ishidandir. Albatta u yo'ldan ozdirguvchi ochiq dushmandir. Keyin dedi: Parvardigorim, darhaqiqat men o'z jonimga jabr qilib qo'ydim. Endi o'zing meni mag'firat qilgin. Bas, Alloh uni mag'firat qildi. Albatta uning o'zigagina mag'firat qiluvchi mehribondir. U yana dedi: Parvardigorim, sen menga qilgan in'oming haqqi hurmati endi hargiz jinoyatchi kimsalarga yordam qilguvchi bo'lmasman. Bas, u erta tongda shaharda qo'rquvga tushib, ko'z tutgan holda ketayotgan edi. Banogoh kecha undan yordam so'ragan kimsa yana uni yordamga chaqirayotganini ko'rdi. Muso unga dedi: Darhaqiqat sen aniq gumrohdirsan. Endi u o'zlariga dushman bo'lgan kimsani ushlamoqchi bo'lgan edi. Ey Muso, kecha bir jonni o'ldirganing kabi bugun meni ham o'ldirmoqchimisan? Sen faqat yer yuzida jabr zulm qiluvchi bo'lmoqchisan. Sen isloh qilguvchilardan bo'lishni istamaysanmi? dedi. Shaharning narigi tarafida bir kishi shoshgancha kelib: Ey Muso, Firavn odamlari seni o'ldirish uchun til biriktirmoqdilar. Bas, sen chiqib ketgin. Albatta men senga xolis bo'lgan kishilardirman, dedi. Bas, qo'rquvga tushib, ko'z tutgan holda u yerdan chiqib ketdi. Parvardigorim, o'zing menga bu zolim qavmdan najot bergin. Qasas surasi 14-21 Muso alayhissalomning biligi kuchga to'lib, aqli kamol topgach, ba'zi rivoyatlarda uni o'sha paytda 30-40lar orasida bo'lgan deb keltiriladi. Alloh unga fazl va marhamati bilan hikmat va ilm berdi. Hikmat so'z va amalda mo'ljalni aniq olish ma'nosini ifodalaydi. Ba'zilar bu yerda hikmatdan murod payg'ambarlikdir deb aytishgan. Ilm, ya'ni dinda faqih bo'lish, ishlarni asl haqiqatini idrok etish, hayotdagi voqea hodisalarni to'g'ri baholay olish qobiliyatidir.
Biz chiroyli amal qilguvchi kishilarni mana shunday mukofotlaymiz. Bu Alloh taoloning o'zgarmas qonunidir. Ya'ni biz Muso va onasiga izzat ikrom ko'rsatganimiz, buyuk ajr mukofotlar bilan siylaganimiz kabi Allohning buyruqlarini sidqi dildan to'liq bajaruvchi, so'z va amalda sodiq bo'lgan mo'min kishilarni ham yuksak darajat va savoblar bilan taqdirlaymiz. Endi o'sha davrda Muso alayhissalom boshidan kechirgan ba'zi voqealarni batafsil tarzda yoritib o'tiladi. Kunlarning birida Muso shaharga uning aholisi g'aflatda bo'lgan paytda kirgan edi. Bu yerda shahardan murod Misr yoki uning yaqinida Aynus Shams, Manaf, qadimgi Memfis shaharlaridan biridir. Muso alayhissalom shaharga yashirin tarzda kirishga majbur bo'ldi. Aytilishicha, bunga sabab Firavn va qavmi Musoni yomon ko'rishlari va dushmanlik qilish xavfi borligi edi. Shu tufayli Muso alayhissalom o'zini ehtiyotlab u yerga biron kishiga sezdirmay kiradi. Tafsir al-Su 20-jild 52-bet. Rivoyat qilinishicha, Muso alayhissalom shaharga odamlar ayni hordiq chiqarayotgan qoq peshin vaqtida yoki shunga o'xshash vaqtlardan birida kirgan. U shaharga kirar ekan, unda 2 kishi urushayotganini ko'rdi. Ulardan biri o'zining jamoatidan, yana biri dushmanidan edi. Ya'ni Muso alayhissalom shaharga kirsa, 2 kishi bir masalani kelisha olmay janjallashib, o'zaro jiqqimish bo'lib turishgan ekan. Ulardan biri Muso alayhissalomning qabilasi Bani Isroil qavmidan, ikkinchisi Bani Isroilga og'ir azob, qiynoqlar berayotgan Qibti qavmidan edi. Shu mahal jamoatidan bo'lgan kishi dushman tomonidan bo'lgan kimsaga qarshi undan yordam so'radi. Shunda Muso bir musht urib, uni o'ldirib qo'ydi. Bani Isroil qavmidan bo'lgan kishi Qibtiga qarshi Muso alayhissalomdan yordam so'ragan edi. U ham qarab turmay o'sha jamoadoshiga ijobiy javob berdi va dushmanning ko'kragiga bir zarba berib, uni shu zahoti jon taslim qildirdi. Aslida Muso uni o'ldirmoqchi emasdi, faqat Bani Isroillik kishiga yordam berib, undan zulmni daf qilmoqchi edi xolos. Shunda Muso bir musht urib, uni o'ldirib qo'ydi. Jumlasi Muso alayhissalomning kuchli, baquvvat va oliy himmat bo'lganidan darak beradi. Zero u kishi shubha va ikkilanishsiz darrov mazlum kishiga yordam berishga chog'landi. Lekin niyati yaxshilik qilish. Muso qarshisida Qibtini o'lik jasadini ko'rgach, afsus nadomat bilan bu shaytonning ishidandir. Albatta, u yo'ldan ozdirguvchi ochiq dushmandir dedi. Ya'ni Qibtini o'ldirishga meni shayton undadi. U vasvasa qilib uni menga ziynatlab ko'rsatdi. Zero shayton inson uchun to'g'ri yo'ldan ozdiruvchi ochiq dushmandir. Ya'ni uning adovatida hech shak shubha yo'q. Shundan so'ng Muso alayhissalom Allohdan istig'for so'ray boshladi. Parvardigorim, dar haqiqat meni o'z jonimga jabr qilib qo'ydim. Endi o'zing meni mag'firat qilgin. Bas Alloh uni mag'firat qildi. Albatta uning o'zigina mag'firat qilguvchi va mehribondir. Keyin Muso alayhissalom yana bir bor Rabbiga tavba qilib bergan ne'matlariga shukr sifatida dedi: Parvardigorim, sen menga qilgan in'omning haqqi hurmati endi hargiz jinoyatchi kimsalarga yordam qilguvchi bo'lmasman. Ya'ni menga bergan behisob ne'matlaringga shukr sifatida va'da beramanki, endi zinhor bazinhor gunohkor, osiy va jinoyatchi kimsalarga yordam qo'lini cho'zmayman, ularni himoya qilmayman ham. Endi Alloh taolo Muso alayhissalomning holidan xabar qiladi. Bas, u erta tongda shaharda qo'rquvga tushib, ko'z tutgan holda ketayotgan edi. Kechagi kun bir Qibtini nogahon o'ldirib qo'ygach, Muso hali hanuz qo'rquv va hadik ichida edi. U o'ziga tuhmat va malomat toshlarini otilishi, boshiga turli tuman ko'rgilik va kulfatlar tushishiga ko'z tikib turgan holida tong ottirdi.
Aftidan o'sha paytda Muso alayhissalomning Firavn va ayonlari bilan aloqasi yo'q bo'lgan ko'rinadi. Aks holda ular Musoni himoya qilgan yoki ishini bir oz bo'lsa-da yengillashtirishgan bo'lardilar. Muso alayhissalom yuqorida tasvirlangan holatda ketayotganida banogoh kecha undan yordam so'ragan kimsa yana uni yordam chaqirayotganini ko'rdi. Ya'ni Muso qalbi qo'rquv va g'am to'la holda ketayotsa, kecha undan yordam so'ragan Bani Isroillik kishi boshqa bir Qibtiy bilan janjallashib turgan ekan. U Musoni ko'rdi-yu, yana undan ko'mak so'ray boshladi. Mo'min chuqurga bir marta yiqiladi deganlaridek, Muso alayhissalom bu safar unga boshqacharoq javob qildi. Darhaqiqat sen aniq gumrohdirsan. Ya'ni uning bu iltimosidan Muso alayhissalomning g'azabi qaynab, diqqati oshdi va sen zalolat botqoyi botgan, jaholat ostida qolgan bir kimsa ekansan. Chunki sen kecha bir odamni o'ldirib qo'yishimga sababchi bo'lganding. Bugun mendan yana o'sha manfur ishni takror qilishimni so'rayapsanmi? Shuningdek, sening johil nodonliging shundaki, sen kuching yetmaydigan odamga bas kelmoqchi bo'lyapsan, dedi. Endi u o'zlariga dushman bo'lgan kimsani ushlamoqchi bo'lgan edi. Ya'ni Muso alayhissalom o'zi va Bani Isroil qavmidan bo'lganlar uchun ashaddiy dushman sanalmish Qibtiyni urmoqchi edi. U: "Ey Muso, kecha bir jonni o'ldirganing kabi bugun meni ham o'ldirmoqchimisan? Sen faqat yer yuzida jabr zulm qiluvchi bo'lmoqchimisan? Sen isloh qilguvchilardan bo'lishni istamaysanmi?" dedi. Ba'zi mufassirlarning aytishicha, Muso alayhissalomga ushbu so'zlarni aytgan kishi kecha undan Qibtiyni qarshi yordam so'ragan Bani Isroillik kimsa edi. Chunki u Muso Qibtiyni emas, meni uradi deb o'ylagan. Bundan oldinroq Muso alayhissalom Bani Isroil qavmidan bo'lgan kimsaga darhaqiqat sen gumrohdirsan deb aytgani yodingizda bo'lsa kerak. Oyati karimaning ma'nosi quyidagicha: Bani Isroillik kishi Musoga qo'rquv va hadiksirash bilan: "Ey Muso, kecha bir Qibtiyni o'ldirishni yetmaganidek, bugun meni ham umrimga zomin bo'lmoqchimisan? Bu qilmishing bilan sen faqat yer yuzida odamlarni o'ldirib, jabr zulm qilmoqchimisan? Ularni yaxshilikcha yarashtirib, oralarini isloh qilish xohlamaysan?" dedi. Ya'ni ba'zilar Muso alayhissalomga ushbu so'zlarni aytgan Qibtiy bo'lgan. Chunki u Musoning Isroillikka aytgan "Darhaqiqat sen gumrohdirsan" degan so'zlardan kecha Qibtiyni aynan Muso o'ldirganini sezib qoladi deb aytishgan. Imom Roziy ushbu ikki fikrni ma'qullab shunday degan: oyatning zohiriy ma'nosi ham mazkur fikrni to'g'riligini tasdiqlaydi. Alloh taolo aytadi: "Endi u o'zlariga dushman bo'lgan kimsani, ya'ni Qibtiyni ushlamoqchi bo'lgan edi. Ey Muso", dedi. Bu so'zlar albatta boshqa tarafidan emas, aynan Qibtiy tarafidan aytilgan. Shuningdek, u sen faqat yer yuzida jabr zulm qiluvchi bo'lmoqchimisan? dedi. Bu singari so'zlarni aytish faqat kofirlarga xosdir. U ham bo'lsa Qibtiydir. Garchi aksariyat mufassirlar birinchi fikrni ma'qullagan bo'lsalar-da, biz Imom Roziy aytgan so'zlarini rost deb bilamiz. Sababi Sura-i Karimada ham aytib o'tildiki, Firavn va uning ayollari Bani Isroil qavmiga ashaddiy zulm va sitamni yetkazdilar. Shuning barobarida zulm ko'rayotgan bechoralarga yordam berishni o'zlariga nisbatan qilingan zulm deb hisoblardilar. Shu sabab ham Muso alayhissalomga mazkur so'zlarni aytgan Qibtiy bo'lgan desak, xato qilmagan bo'lamiz. Alloh taolo bundan ko'zlangan asl maqsad aniq bilguvchidir. Muso alayhissalom Isroillik va Qibtiy shu alfozda turganlarida shaharni narigi tarafidan bir kishi shoshgancha kelib: "Ey Muso, Firavn odamlari seni o'ldirish uchun til biriktirmoqdalar. Bas sen chiqib ket." Chiqib ketgin.
albatta men senga xolis bo'lgan kishilardandirman, dedi. Ya'ni Muso kecha bir qibtiyni o'ldirib qo'ygani haqida xabar tez orada butun mamlakat bo'ylab tarqaldi. Firavun va qavmi Musodan intiqom olish uchun uni qidira boshladilar. Shunda bir kishi aytishicha, u Firavun oilasidan bo'lgan bir mo'min edi. Shaharning bir chekkasida Muso alayhisalomning oldiga yugurganicha kelib, "Ey Muso, Firavunning ayonlari seni o'ldirish haqida bir-birlari bilan kelishib olmoqdilar. Shu sabab sen tezda shaharni tark et. O'z joningni xatarga qo'yma. Men sening foydangni ko'zlovchi, xolis nasihat qiluvchiman. Bo'la qol, tezroq toki ular seni o'ldirishga muvaffaq bo'la olmasinlar", dedi kuyunchanglik bilan. Muso alayhissalom ushbu solih kishining maslahatlariga quloq solib, qo'rquvga tushib, ko'z tutgan holda u yerdan chiqib ketdi. "Parvardigorim, o'zing menga bu zolim qavmdan najot bergin." Ya'ni Muso zolimlar jabridan qo'rqib, ular tomonidan biron yomonlik yetib qolmasligini degan hadikda o'zini ularning nazari tushib qolishidan ehtiyot qilgan holda shahardan chiqib ketdi va Rabbiga iltijo qilib dedi: "Ey Rabbim, o'z qudrating va fazl va marhamating ila meni zolim kimsalar makridan omon saqlagin. Ularni zulm va kirdikorlarini mendan daf qilgin." Qissani shu yergacha Muso alayhissalomning hayoti bir qismi balog'atga yetgach boshidan kechirgan hodisalar, uning g'ayrati, himmati, shuningdek zolimlar zulmidan omon qolish maqsadida shaharni tashlab chiqib ketgani haqida so'z yuritildi. Qissani davomini ertaga shu vaqtda o'qib eshittiramiz. Eshitganlarga rahmat. Yaqinlaringizga ulashasiz degan umiddaman.